Hammaga salom do'stlar. Bugun men Moskvada aylanadigan, ya'ni tabiatiga ega, ya'ni muzeyiga ega, har xil tarixiy obidasi bor joyga bormoqchiman. Ko'rsatmoqchiman. O'zim uchun zapis qilib qo'ymoqchiman. Ham yangi DJ mikrofon sotib oldim. Buni ishlatib, qanday o'zim bilmoqchiman. Kuzatishda davom eting. Metroga ketyapman. Metrodan chiqib yana syomkaga oqaman. Rahmat. Keldim. Bu qandaydir dvorец, qandaydir qasrmi endi bu kimdadir qanaqadir Yekaterina shunaqadir qasri bo'lgan. Ma'lumotni hali bilganim yo'q ChatGPTdan. Bu tomonda babushka urushyapti, kim bilandir. Biratlar qarab o'tiribdi. Asosan shu Rossiya quruvchilik nimasi. Bularda yog'och arzon bo'lgan va hozirgacha ham eksport Rossiya juda kuchli. Belorussiya, Rossiya. Asosan buni ichkarisida muzey bor. Yog'ochdan qurilgan obidalar. Men bu yerga именно bu muzeyni yoki bu binoni ko'rish uchun kelmadim. Asosan bu yerda tabiat bor. Bu oldi tomondan ko'rinishi, bu menimcha qandaydir Yekaterinami yoki qanaqadir shuni qasri bo'lgan. Bu yerda yashagan, bu yerdan kirish qismi. Yuqorida ham odamlar yuribdi, yuqoriga ham chiqish mumkin ekan. Chiroyli. Daraxtdan qurilgan. Juda yaxshi. Bu tomonda syomka qilyapman birodan qanaqadir YouTube'ga yoki nimagadir o'zini vlog uchun. Yana bu yerda aytayotganim, tabiat deganim, bu yerda 1000 ga yaqin olmalar bor. Olma va o'zimizdagidek bir pishadigan katta zo'r olma emas. Bu yerda shu Moskvaning olmasi kichkina mana. Meni ishda olmachalar hech kimga kerak emas, hech kim yemaydi ham bu. Olma ham bo'lmaydi. Juda yovvoyi olma. 1000 ga yaqin. Bu yerda bahorga kelsa bahorda zo'r gullaydi. Men buni YouTube'da videosini ko'rdim. Vaqtida bu qanaqadir sovuq bo'lib o'rmonlar qurib ketgan, keyin o'rmonlarni yana ko'chirib ekkan bu yerda. Bu umuman zo'r joy. Turistlar kam, lekin Rossiyani, Moskvani o'zini fuqarolar ko'p kelib aylanadigan joylar. Umuman olganda Moskvada bunaqa aylanadigan joylar juda ko'p. Ichkariga kirish bepul ekan, ichkariga kirib bemalol aylansa bo'lar ekan. Lekin ichkarida muzey bor ekan, muzey pul ekan, 700 rubl ekan. 700 rubl, endi 1000 rubl bizda pulga 143 ming bo'lsa, 700 rublni hisoblab olish mumkin yoki bu yoqqa chiqarib ketsam ham bo'lsa kerak menimcha. Ichkarisi ham faqat yog'ochdan bo'lgan, oynalar ishlatilgan, qanaqadir biriklash uchun menimcha mixlar. Kimdir rasm tushyapti, kimdir menga boshqa syomka qilyapti. Normal. Akalar ishlayapti. Bu tomonda olmalar bor ekan, men bu tomondan keldim. Bu yoqdan kelib qarasam, bu yerda tomosha qiladigan joy bor ekan. Moskvani tomosha qilish mumkin ekan. Ko'z bilan ko'rsa boshqacha, lekin hozir men telefonda ko'ryapman, umuman boshqacha. Ko'z bilan ko'rgandek olib bera olmaydi men telefon. Bu yoqda ko'priklar bor, bu pastda yuradigan joy bor ekan. Men bu yoqqa borib aylanishim kerak ekan. Plyajga o'xshagan joy bor ekan, bilmadim bu yoqqa qanday borlar. Lekin zo'r. Tomosha qiladigan joy. Tabiat. Bu yerda park juda katta, havosi ham juda toza, daraxtlar ko'p ekan. Ko'p yurgandan charchab qolish mumkin. Charchab qolganda har xil joylarda bunaqa elektron veliklar bor, samokatlar bor. Masalan, Rossiyada yashayotganlar, kartasiga ega bo'lganlar, mana shu skanerlab yoki mana qanday ishlatish yozib qo'ygan. Shu ishlatib, masalan, velikda olib, kimdir oyog'i og'rib qolsa yoki yoshi katta odam bo'lishi mumkin. Bemalol haydab ketsa bo'ladi.
Ну, havo juda toza. Shaharda shovqinidan ancha uzoqda. O'zi menga hozir shaharda tovushi umuman eshitilmayapti, ovozi, shovqini. Men ham o'zi Moskvada bir 3-4 oydan beri именно mashinalar ko'p joyda yashayotgan bo'lsam, odam o'zi bezorib ketadi. Qishloqda yashab o'rgangan odam tinchlik. Bunaqa joyga kelgandan keyin вообще maza qiladi odam. Shovqindan unaqa yo'q, qushlar tovushi, tabiat. Bu yerda bitta qadimiy xram bor ekan. Endi xram xuddi menimcha bu xristianlarning masjididek gap. Bu yerga ichkariga kirganim yo'q, просто olddan ko'rdim. Bu yerda qanaqadir sarkofag deydimi, shunaqa narsalar bor ekan, qabrga o'xshagan. Bu tomonda yana bog' boshlanib ketadi. Men noto'g'ri tushunganlar bo'lishi mumkin. Men masalan buni ichiga kirganim yo'q. Yoki qanaqadir sig'inganim yo'q. Chunki bu ham noto'g'ri bilaman, lekin musulmon dini hech qaysi dindan inkor qilmaydi. Masalan, kelib tomosha qilish mumkin, ko'rish mumkin, masalan, qiziqish mumkin-ku odam. Lekin men sig'inganim yo'q, shuni aytib qo'yapman. Masalan, noto'g'ri tushunayotganlar bo'lishi mumkin. Katta xram ekan. Hozir yana boshqa ko'rinadigan joylar ham bordir. Bu joylar haqida aniq bilmayman. Avkrat qanaqadir nimadir xaritasi. Pastga tushib ko'ramiz. Men yuqoridan tushib kelyapman hozir. Juda zo'r, chiroyli manzara qilib qo'yibdi. Spetsialniy bolachalar uchun qo'l ishlaydigan pastki joy, kattalar uchun ishlaydigan joy. Masalan, qiynalib chiqib tushadiganlar joy uchun. Zo'r. Tepalikdan pastga qarab tushib kelyapman. Где-то 100 metr, 150 metrlar balandlik bo'lsa kerak. Pastdan suv o'tgan ekan, kichkina chashmami, bilmadim. Bu yerda odamlar o'zi qancha suvga yaqinlashgan sayin, xuddi boyagi buloqlarga yaqinlashganda qanday muzday salqinlik bilinadi. Hozir men pastga tushdim. O'zi birdan xuddi bir konditsioner bor xonaga kirganday bo'ldi odam. Shuni sezdim. Bu tomon turibman. Hozir yuqorida boshqa gradus, bu yerda aniq где-то 5 graduslar pasaygan pastga tushgandan keyin. Yoki bu daraxtlar ko'pligimi? Tushunarsiz. Lekin prям top. Hozir bu tomondan tushib kelgan bo'lsam, endi yo'lni bu tomoniga o'tdim. Yuqoriga chiqayapman. Bu tomonda ham qanaqadir qasrga o'xshagan narsa bor ekan. Tushish oson bo'ladi, chiqish qiyin bo'lyapti. Yuqorida yomg'ir ko'p, qorlar suvni pastga tushirish yo'lini qo'ygan ekan. Mana suv yo'li spetsialniy qilgan. Bu tomonda ham bor. Yaxshi o'ylangan. Havo toza. Oyoqlarim uzilib ketadi. Ular asta chiqyapti. Az bu tomondan chiqib keldim. Yaxshi olmalar ko'rib qoldim bu yerda. Ko'rinami? Mana qizil atlasli kisli sladkий olmalar. Mana shu bittasini hozir tushiramiz, asta yeb ko'ramiz. Bu tomonda ham olmalar tushib yotibdi. Teganlar yeb ko'ryapti. Lekin olmani hidi kelib turibdi, xuddi men olma bog'da yurganda o'zim his qilyapman. Moskvada bunaqa olma bog' bor deb o'ylamadim. Hozir bu tomonda olma bog'dan ikkita olma olib keldim. Daraxtdan urib tushirdim. 5 minutlar vaqtim ketdi. Qizilni yeb ko'ramiz birinchi. Qanaqa tam bo'lar ekan bu. Yuvib olmadim chunki yuvishga suv yo'q. Artdim. Xuddi bahor olmani ta'mi keladi, lekin kisli. Kisli sladkий olma. Qizil bu. Lekin maza ta'm. Свежий bo'lgani uchunmi? Yashil olma. Yashil olma. Xuddi
O'zimizda bir semerenka olmani pishmagan holat tushganda o'dar edi, mana sarg'ayib qolgan. Menga lekin bu yoqdi uni. Atlasuga. Haqiqatdan shirin olmaygan. Bu tomonda aylanadigan joy bor, u tomonga ham boraman. Taka olmani yeb olamiz. Короче, bu yerda ham tomosha qiladigan joylar bor ekan. Bu tomonda Moskva shahri bor. Bu yerda qanaqadir xram yoki serkov. Bu yoqdan bilet sotib olinadi. Bu tomonda opalar qarab turibdi. Biletga qarab kirish mumkin. Men bular ichiga kirishga umuman qiziqmayman. Menga umuman muhim emas, kerak emas. Men shu manzaralarni ko'rib odam tabiatdan aylansa menga shu juda zo'r. Suvni bo'yiga keldim, pastga tushdim yuqoridan. Bu yerda kemalar o'tayotgan. Hozir ham qanaqadir Sergey Abrasyov kemasi o'tyapti. Bu yoqda o'zini nimasida o'tib ketyapti. Bu yoqda kema. Kema o'tayotganda uni to'lqinlari bu tomonga qarab kelyapti. Bu yoqda aylanadigan, o'tiradigan joylar bor ekan. Svetlar kechqurun yonsa kerak. Adashmasam. Tomonda ham kichkina kelyapti. Kemalarga baliqlar bor, chunki bu yerda o'rdaklar yuribdi, suvning ichiga kirib ketib, ovlab bir narsalar olib chiqyapti. Ham hozir men o'lgan baliqni ko'rib qoldim. Hech kim ko'rmadi, lekin men ko'rdim buni. Mana. Kattaligi где-то bir 30 santimetrlar bo'lsa kerak. Meni qarishimdan kattaroq. Bechora o'lib qolibdi. Nimaga o'lganini bilmayman. Men bu yerda o'rdaklar qimirlayaptimi desam, bu yerda baliqlar tepaga chiqib pastga kiryapti. Qandaydir havo olyapti mana. Bu tomonda ham olyapti, bu yerda ham olyapti. Mana yana bu tomonda ham bor. Bu yerda bilmayman men baliq tutish mumkinmi yo'qmi, lekin aniq kelib tutsa bu yerda baliq bor ekan. Kechqurun kelish kerakmi? Chunki bu yerda baliq o'lib qolibdi. Qushlarda yeyapti, biz qo'rqamiz qadar. Mana shu yuqoriga chiqib havo olib kirib ketyapti. Menimcha shular baliqlar. Shunday deb o'ylayapman. Men o'ylab, o'rdaklar shunday qilyapti desam, o'rdaklar keyin yuqoriga chiqish kerak. Chiqmay, baliq. Men endi ko'rdim. Rostdan baliq ekan. Delfinga o'xshab chiqyapti. Ovqat so'rayapti bular, bilmayman. Mana shu yerda ko'rdim. Ko'rmay ekan bu yerda. Chiqdi. Mana. Ko'rindimi? Non bo'lganda, non berganimizda chiqaydi. Yeydi. Aylanishda shunisi yomon. Joyda qiziqib ko'raman deb metrodan 3,5 kilometr uzoqlikka ketib qolibman. Hozir kartadan kirib ko'rsam. 3,5 kilometr metroga borishim kerak uyga qaytish uchun. O'zi qorong'i bo'lyapti, quyosh ham botaman deyapti. Yuqoriroqda-yu o'zi hozir bota. Bu yerdan tezroq ketmasa odam. Bu yerda suv bor birinchi o'rinda. Keyin bunaqa daraxtlar bor. Pashshalar quyosh botishib, pashshalar chiqadi. Yomon chaqadi. Prям allergiya beraveradi keyin. Uch ertaroq qochish kerak bu yerdan.
chiroyli manzarada videoni yakunlamoqchiman. Bugun men birinchi marta professionalniy video syomka qilib YouTube'ga yukladim. Bu meni birinchi DJI mikrofonda, telefonimda syomka qilib birinchi professionalniy videom. Videoga like bosing, agar rekomendatsiyaga chiqqan bo'lsa. Bu rekomendatsiyaga chiqmagan bo'lsa ham men xafa emasman. Chunki bu videolarni saqlab qo'yaman, o'zim ko'raman, oilam ko'radi. Rahmat.